Sergeli Choshtepada va katta Abusaxiy yo'li yonidagi mana Fidab bor. Fidabning orqasidagi tepasidagi 9 etajli baquvvat qurilgan novostroy ekan, 8-etajda 50 kvadratli kvartirani shu atrofda 60-62, 63 ming sotilayotgan joyida arzon narxda kanalda 58.800 dollarga obzor qilib beramiz. Va orqasida mana parkovkalari bor. Olma market bor, assorti market bor. Bu tarafimiz o'ng qo'limiz Niyozmon ota masjidi bor. Undan o'tganda 2-metro bekati. Bu tarafga yuradigan bo'lsak, o'ng qo'limizda Abusaxiy Bekbaraka joylashgan. Lokatsiyasi juda yaqin. Ko'chani yuzida, ko'chaga chiqishingiz ham oson bo'ladi. Metro ham juda yaqin. Chilonzor liniyasining o'zgarish metro bekati, ya'ni 2-metro bekati juda yaqin. Mana podyezdlarni ko'rishlaringiz mumkin, baquvvat liftlar bor. Mana liftlarni ko'rishlaringiz mumkin. Lift shunday yonida o'zi mana qo'shnilar aqlli inoq bo'lib yashashadi. Kirganimizda uzun koridor, gilamlari bor, endi uborka qilinmagan. Hamma mebel texnikasi bor, qoladi. Balkonlari ham birga o'ch. Mana kirganimizda o'ng qo'lda birinchi oshxonasi, dvokvatorniy kotyolda issiq suv qilinadi. Radiatorlar qishda shu orqali isitiladi. Arteldan xolodilniklar bor. Bemalol stol qo'yib, choy ichib o'tiradigan joylar bor. Bu yerda birga o'ch razmerli balkonimiz. Mana balkonni ko'rishlaringiz mumkin. To'g'rizda hech qanaqa eng yaxshi tarafi kvartira yo'q. Unaqa qarab turmaydi odam. Bu yerga hop bu tarafimiz to'g'rimiz, o'ng qo'limiz Abusaxiy Bekbaraka, to'g'rimiz Yangi Dorixon domlari, chap qo'limiz 2-metro bekati Chilonzor liniyasida. Yonimizda Niyozmon ota masjidi bor, azon ovozi eshitiladi, shunda yaqinida. Mana birinchi xonasi zal bo'ladi. Endi bir uborka qilish kerak. Agar arendaga beraman desalaringiz ham 400 dollar eng minimalni o'ynab turadigan joyi. Televizor maydoni bo'lsa ham bor, konditsioner bor, shkaflari bor. Gilamni bir cheska qilish kerak. Bu yerda ota-onalar yotoqxonasi, ikkinchi xonasi 50 kvadrat. Bu yerda ham gilami bor, eskiroq bo'lsa ham, baribir bir cheska qilib yashasa bo'ladi. Bu yerda sanuzili. Sanuzil birgalikda o'tirib mana hamma tomon kafil qilingan, tepalarini ham ko'rishlaringiz mumkin, yaxshisin. Bu yerda mana bu bo'lsa ham, ishlatilgan bo'lsa ham sterilkasi bor. Mabodo arendaga qo'yamiz desalar, unaqa rasxod qo'yatmaysizlar. Uborkasiga, gilam yuvdirishga shularga rasxod qilsalaringiz, narxi 58.800 dollar. Ustida ozgina o'tib beradigan joylari bor. Faqat naqdga sotiladi. Ipoteka kreditlarga berilmaydi. Kaltdan tartib o'zida berib yuborlar. Arendaga qo'yib beraman, arendaga qo'ymoqchi bo'lsalaringiz, sirazi 400 dollarga bemalol qo'yib beramiz. Mana hovlisini ko'rishlaringiz mumkin. Domimizning tashqi fasadi novostroyga juda baquvvat qurilgan. Hovlida mana detskiy plashotka, zelen zonalari bor, mana chiroyli. Domimiz yonida ikkita supermarket bor. O'ng qo'lda Olma market 24/7 rejimda ishlaydi. Chap qo'lda assorti market bor. Bu orqa tarafdan chiqish joyi, kirish joyi narigi tomonda. Mashina uchun parkovkalar bemalol. Endi bugun shanba kun olayotganimiz uchun ko'pchilik mashinalar hovlida. Ko'rsatamiz hovlisi. Podyezdni ham ko'rsatamiz. YouTube'da bemalol bo'lganimiz mana kirish joyi. Podyezdlar ham katta kirish joyi. Sizlar turibdi. Bu yerda mana lifti. Baquvvat ishlab turibdi. Bitta lift bo'ladi. Bitta etajda 4 ta kvartira bor. Lokatsiyani ko'rishlaringiz mumkin, mana Yangi Choshtepa mahallasida kvartalda. Mana Niyozmon ota masjidi juda yaqin, 2-metro bekati ham juda yaqin hisoblanadi. Tepa tarafimiz mana sal yurilsa Abusaxiy Bekbarakaga chiqiladi. Maktab, bog'cha so'raganlar uchun kvartalda o'rtasida davlat bog'chasi bor. Tepada 32-maktab va 76-maktab hisoblanadi, mana davlat maktabi. Ikkita maktab bor. Pastdan nomerga aloqa chiqarasizlar. Arzon variantlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. Uy haqidagi fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring.